هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Yusuf tefsiri 65. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Yusuf suresi 65. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ula yüklerini aşkanda açlık setip algan mal mülklerinin özlerine qaytırıp berilgenligini köydü. Ula atımız biz bunundan artık yani nemi talep kılımız? Bu mal mülklerimiz bizge qaytırıp berilipti. Ufkimizni elip yana basak ailemizge açlık elip kelimiz. Ufkimizni muhafazat kılımız. Biz bir töge açlıkını artık alamaz. Bu yani bir töge açlık padişah için azgını açlıktır dedi. Yakup etti. Bu niyaminni qoğdaş yolida hammanglar halak bolmasanglarla onu çokum man qaytırıp elip kelishke Allah'ның namı bilen qasam qılıp çın va'da bermegiçe onu sila bilen billik evetmeymen. Ula yani oğulları onunla qasam qılıp çın va'da bergendan keyin Yakup bizning aytgan so'zlarimizga Allah guvohdir dedi. Yük taqalarning orasidan mol mulklarning chiqqanligi. Allah Taala mundaq deydi. Yusuf alayhissalomning qarindoshlari yük taqallarini oshgan chaqda ochliq setib olgan mol mulklarining o'zlariga qaytirib berilganligini ko'rdi. Bu Yusuf alayhissalomning xizmatchilariga ularning ochligi uchun bergen mal mülkini ularning yük taqalarının ichiga selib qo'yishga buyurgan buyruqi bilan bo'lgan edi. Ular mal mülkini yük taqalarının ichidan chiqqanligini ko'rganda mundaq dedi. Atimiz biz buningdan ortiq yana nima talab qilamiz? Bu mal mülkimiz bizga qaytirib berilibdi. Mujahid bu oyat haqida mundaq deydi. Vazir bizge açlıkını to'liq o'lchab berdi ve yana mal mülklerimizni mu bizge qaytirib beribdi. Biz buningdan boshqa yana nima talab qilamiz? Hukmimizni elib yana basak ailemizga ochliq elib kelamiz. Yani qarindishimizni biz bilan birga avatsang ailemizga ochliq elib kelamiz. Hukmimizni muhofazat qilamiz. Bir to'ga ochliqni to'liq ortiq olamiz. Bu şunun uchunki Yusuf aleyhisselam her bir adamga bir töge açlık beretti. Bu yani bir töge açlık padişah için azgın açlıktır. Ula atısığı eytadiganlarını muşundaq çıraylık söz bilen ahırlaştırdı. Yani bizning hukmimizni elib bağanlığımızның bedeliga vezirinin bizge beradigan açlığı azgın açlıktır. Yani vezir üçün arzimas narsadir. Yakup etti. Bu niyaminni qo'g'dash yo'lida hammanglar halok bo'lmasanglarla, yani hammanglar mag'lub bo'lib, uni qutuldirib olishga qodir bo'lolmay qolganiga qadar uni cho'qim menga qaytirib elib kelishga Allohning nomi bilan qasam qilib, chin va'da bermagicha uni sizlar bilan billa avatmayman. Ular yani o'g'illari onunla qasam qilib chin va'da bergandan keyin Yakup bizning aytgan so'zlarimizga Allah guvohdir dedi. İbn İshaq mundaq deydi. Yakup alayhissalom ochliq elib kelish uchun ularni avatmasa boshqa amalning yo'qligini bilib yetganda Bunyaminni ularga qo'shib avatdi. U yana
Ey oğullarım, Mısır'a hammanglar bir darvozadan kirmay, başqa darvozalardan kiringlar. Allah'ның qazası oldida men sizlardan hech narsani dabi qilolmayman. Hukm faqat Allohga xos. Allohga tavakkul qildim. Tavakkul qilg'ichilar Allohga tavakkul qilsin dedi. Ular otasining buyrug'i bo'yicha boshqa darvozalardan kirganda, bu Allohning qazosi oldida ular uchun hech narsaga dal bo'lolmadi. Bu faqat Yaqubning ko'nglidagi umidini ifodaladi. Xolos. Biz Yaqubga vahiy orqali bildirgan edik. Shunga u keng bilim egisidir. Lekin kishilarning to'lisi taqdirning sirini bilmaydi. Yaqub alayhissalomning o'g'illarini Misr shahrining boshqa darvozalardan kirishga buyurganligi. Alloh taolo bu oyatda Yaqub alayhissalomdan xabar qiladi. U o'g'illarini qarindishi Bunyamin bilan Misrga avatish uchun tayyorlagan chaqda ularni hammasining bir darvozadan kirmay, ayrim darvozadan kirishga buyurdi. İbn Abbas, Muhammad ibn Ka'b, Mujahid, Zahhak, Qatada, Suddi ve bir qancha kishining aytganidek, Yaqub alayhissalom ularga ko'z tegishdan qo'rqdi. Chunki ular chiroyli kelishgan va qaddi qomatli yigitlar edi. U ularga kishilarning ko'zi tegishdan qo'rqdi. Chunki ko'z tegish rost bo'lib, otliq kishini otdan yiqitib darajada ta'sir qiladi. Yaqub alayhissalom so'zini davomlashtirib, Allohning qazosi oldida men sizlarni hech narsani dabi qila olmayman. Ya'ni haqiqatan mundaq ehtiyot qilish Alloh taolaning o'rinlashtirishini va hukmini qaytara olmaydi. Agar Alloh taolo biror ishni iroda qilsa, hech qanday qarshilikqa va to'salg'iga uchramaydi. Hukm faqat Alloh taologa xos. Hukm faqat Alloh taologa xos. Allohga tavakkul qildim. Tavakkul qilg'ichilar Allohga tavakkul qilsin dedi. Ular otasining buyrug'i bo'yicha boshqa darvozalardan kirganda, bu Allohning qazosi oldida ular uchun hech narsaga dal bo'la olmadi. Bu faqat Yaqubning ko'nglidagi umidini ifodaladi. Xolos. Uning maqsadi ballarga ko'z tegishning oldini olish edi. Biz Yaqubga vahiy orqali bildirgan edik. Shunga u keng bilim egisidir. Qatada va Savri u bilginini amellashtiradigan odamdir dedi. İbn Jarir, biz onunla ilim ügetkenlikimiz üçün u keng dairlik ilim egisidir dedi. Lekin kishilarning to'lisi taqdirning sirini bilmaydi. Ular, ya'ni Yaqubning ballari Yusufning oldiga kirganda, Yusuf ukisini quchoqladi va men haqiqatan sening qarindishing bo'laman. Ularning bizga qilgan ishlaridan qayg'urmag'in dedi. Yusuf alayhissalomning Bunyaminga tasalli berganlik. Alloh taolo bunda xabar qildi. Yusuf alayhissalomning qarindoshlari uning bir tuqqan qarindishi Bunyaminni o'zlari bilan birga ilib kelganda, Yusuf alayhissalom Bunyaminni o'zining qishida ilib qilib, boshqalarni mehmonxonaga o'rinlashtirib, ularning sharifiga ziyofat berdi. Ularga urug' tuqqanchilik, mehr shafqat va yaxshilik qilish orqali iltifotini nəhayət ko'p ko'rsatdi. Qarindishi Bunyamin bilan ayrim ko'rishib, uningga o'zining haqiqiy ahvolini va beshidan o'tgan ishlarni so'zlab berdi. O'zining uning qarindishi ekanligini tanitib, qayg'urmagan, ya'ni ularning man qilgan qilmishlaridan hasrat chekmagan dedi. Uni bu ishni qarindoshlaridan yo'shirishga o'zi deb bergan haqiqiy ishlarni ularga demaslikka buyurdi. Yusuf alayhissalom uni o'z yinida izzat, ikrom va hurmat qilish yuzidan elib qilishga hiyla ishlatadiganligi haqida uning bilan kelishib oldi.
Yusuf ularni ehtiyojliq ochliq bilan ta'minlagandan keyin qadahni ufkisining yuki ichiga selib qo'ydi. Ondan bir jakarchi kelib, "Ey karvonlar, sizlar cho'qim o'g'ri ekansizlar" deb to'g'ladi. Karvondagilar ularga qarab, "Nimanglarni yo'qitib qo'ydinglar?" Ular, "Podshohning tamg'isi besilgan qadahni yo'qitib qo'ydik. Uni tepib kelgan kishiga mukofot uchun bir to'ga oshliq berildi. Men buningga kepil" dedi. Podshohning qadahini qarindishining yuk taqisining ichiga selib qo'yishi va uni bu hili bilan tutib qilishi. Yusuf alayhissalom ularga bergan oshliqni tayyorlab, uni ularning to'gilariga atayotgan chaqda ba'zi xizmatchilari podshohning qadahini qarindishi Bunyaminning yuk taqisining ichiga selib qo'yishni buyurdi. Ko'pincha tafsirshunoslarning so'ziga qaraganda u kumush qadah edi. Oltin qadah edi deganlarmi bor. Ibn Zayd mundaq deydi. U sharob ichadigan qadah edi. Ibn Abbas, Mujahid, Qatada, Zahhak va Abdurrahman ibn Zayd qatorliqlar shu chaqda oshliq eng ativorliq narsa bo'lib, oshliq bu qadah bilan o'lchab beriladi dedi. Shu'ba ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Podshohning qadahi kumushdan yasalgan bo'lib, ular uningda sharob ichadi. U piyoliga o'xshaydi. Xizmatchilar bu qadahni hech kimga sezdirmay Bunyaminning yuk taqisining ichiga selib qo'ydi. Ondan xizmatchilarning ichidan bir jakarchi chiqib, "Ey karvonlar, sizlar cho'qim o'g'ri ekansizlar" deb to'g'ladi. Ular jakarchiga burilib, "Nimanglarni yo'qitib qo'ydinglar?" dedi. Ular, "Podshohning tamg'isi besilgan qadahni yo'qitib qo'ydik." Ya'ni podshohning ochliq o'lchab berdigan qadahini yo'qitib qo'ydik. Uni tepib kelgan kishiga mukofot uchun bir to'ga ochliq berildi. Men buningga kepil dedi. Ular, Allohning nomi bilan qasamki, sizlar bilasizlar, biz bu yerga buzg'unchilik qilish uchun kelmadik. Biz o'g'ri emasmiz dedi. Ular, ya'ni Yusufning xizmatchilari, sizlarning shariatinglarda o'g'rining jazosi nima? Agar qadah yukinglardan chiqib kelib, yolg'onchi bo'lib qolsanglar-chi dedi. Ular, uning jazosi yukidan qadah tepilgan odamni qul qilish. Zolimlarga biz mushundaq jazo beramiz dedi. Ular Yusufning ukisining yukini aqtirishdan ilgari ularning yukini aqtirishga boshladi. Ondan Yusufning ukisining yukidan qadahni tepib chiqdi. Biz Yusufga mushu tadbirni ko'rsatdik. Misr podshohining qonuni bo'yicha Yusuf ukisini elib qololmaydi. Lekin Allah uning shunday qilishini xohladi. Biz xohlagan odamni Yusufni ko'tirgandek yuqori darajalarga ko'tiramiz. Biz xohlagan odamni Yusufni ko'tirgandek yuqori darajalarga ko'tiramiz. Har bir bilimdor ustida uningdanmi bilimdor zot bor. Ayni shu xizmatchilar Yusuf alayhissalomning qarindoshlariga o'g'rilik bilan tuhmat chaplaganda, ular xizmatchilarga, Allohning nomi bilan qasamki, sizlar bilasizlar, biz bu yerga buzg'unchilik qilish uchun kelmadik, biz o'g'ri emasmiz dedi. Ya'ni biz sizlar bilan tanishgandan tortib, sizlar bizning qanday odam ekanligimizni bildinglar. Chunki sizlar bizning yaxshi axloqli kishilar ekanligimizni haqiqatan ko'rdinglar. Bizning xarakterimiz o'g'irlik degan bu sifatni qabul qila olmaydi dedi. Xizmatchilar ularga, agar o'g'ri sizlarning ichinglarda bo'lib qolsa, sizlarning shariatinglarda o'g'rining jazosi nima? Agar qadah yukinglardan chiqib kelib, yolg'onchi bo'lib qolsanglar-chi dedi. Ular, uning jazosi yukidan qadah tepilgan odamni qul qilish.
qul qilish. Zalimlarga biz mushundaq jazo beramiz dedi. İbrahim alayhissalomning shariatida o'g'ri malning egisiga qul qilinib beriladi. Yusuf alayhissalom bu hilidan buni ko'zlagan edi. Shunga u ana bir qarindishining yukini aqtirishdan ilgari boshqalarning yukini aqtirishga boshladi. Ondan Yusufning ukisining yukidan qadahni tepib chiqdi. Shuning bilan Yusuf alayhissalom ularning e'tirof qilishi va ularning e'tiqodiga asosan ana bir tuqqan qarindishini ulardan ayirib elib qoldi. Biz Yusufga mushu tadbirni ko'rsatdik. Bu asli ko'zda tutilgan va yaxshi ko'rilgan tadbir bo'lib, uningda hikmat va ko'zlangan manfaat bo'lganligi uchun Alloh taolo uni yaxshi ko'rdi va uningdan rozi bo'ldi. Misr podshohining qonuni bo'yicha Yusuf ukisini elib qola olmaydi. Lekin Alloh taolo Yusuf alayhissalomning qarindoshlarini o'zlari e'tiqod qilib kelayotgan shariatga Yusufning oldidami bo'ysundirib berdi. Yusuf alayhissalom ularning shariatidagi u hukmni biladi. Shunga Alloh taolo uni madhilab mundaq dedi. Biz xohlagan odamni Yusufni ko'targandek yuqori darajalarga ko'taramiz. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Allah sizlardan iymon etganlar va ilm berilganlarni bir qancha daraja yuqori ko'tardi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Har bir bilimdor ustida uningdimi bilimdor zot bor. Hasan Basri mundaq deydi. Har bir bilimli kishining ustida uningdimi bilimli kishi bor. Bilimning cheki hammani bilguchi g'olib va buyuk Alloh taolaning ilkididir. Abdurrazzaq Saidi ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ibn Abbosning qishida idiq. U ajoyib hayron qolarlik bir so'zni qildi. Bir odam bu so'zdan bakmo hayron qilib, Alloh taologa hamd sano bo'lsinki, har bir bilimli kishi ustida uningdimi bilimli kishi bor ekan dedi. Ibn Abbos, sening so'zing nima degan yomon? Allah hammadan bilimlikdir. U har bir bilimli kishidanmi bilimlikdir dedi. Sammak Ikrimadan Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu uningdan bilimlikdir, u uningdan bilimlikdir. Alloh taolo har bir bilimli kishidanmi bilimlikdir. Ikrimamu bu vaqtda Ibn Abbosga o'xshash tafsir qildi. Qatada mundaq deydi. Har bir bilimdor ustida uningdanmi bilimdor kishi bor. Bilimning cheki hammani bilguchi Alloh taolaning ilkididir. Ilm Alloh taolo tarafidan boshlanib taraldi. Uni olimlar o'rgandi. U oxiri Alloh taolaning dargohiga qaytdi. Ular agar u o'g'irlik qilgan bo'lsa, uning qarindishimi, ya'ni Yusufmi ilgari o'g'irlik qilgan deydi. Yusuf ularning bu so'zini ichida bildi, lekin ularga ma'lum qilmadi. Yusuf ichida: "Sizlarning mavqeinglar eng yomondir. Sizlarning Yusuf va uning ukisi to'g'risida qilgan so'zinglarning yolg'onligini Alloh obdan biladi" dedi. Yusuf alayhissalomning qarindoshlarining uningga o'g'irlik bilan tuhmat qilish. Yusuf alayhissalomning qarindoshlari Qadahning Bunyaminning yukidan chiqqanligini ko'rgan chaqda, agar u o'g'irlik qilgan bo'lsa, uning qarindishimi, ya'ni Yusufmi ilgari o'g'irlik qilgan deydi. Ular vazirga o'zlarini uningga o'xshab qilishidan aqlab, buning bu ishi buningdan ilgari uning qarindishi Yusuf alayhissalom qilgandekla ishdir deydi. Yusuf ularning bu so'zini ichida bildi, lekin ularga ma'lum qilmadi. Yusuf ichida: "Sizlarning mavqeinglar eng yomondir.
Sizlarning Yusuf va uning ukisi to'g'risida qilgan so'zinglarning yolg'onligini Alloh obdan biladi dedi. Ular ey Ali janob zot, uningdan ayrilolmaydigan bir qeri otasi bor. Uning o'rniga bizning birimizni elib qolgan. Biz seni haqiqatan yaxshilik qilguvchilardan hisoblaymiz dedi. Yusuf: Allah saqlasin. Narsimizni kimning yukidan topgan bo'lsak, shuni elib qolamiz. Bo'lmasa biz cho'qim zolimlardan bo'lib qolamiz dedi. Qarindoshlarning Bunyaminning o'rniga o'zlaridan biraylarning tutib qilinishini taklif qilishi va bu taklifning rad qilinishi. Bunyaminning tutib qilinganligi muqimlashgan. O'zlarining e'tirof qilishi bo'yicha uni Yusuf alayhissalomning qishida qoldirib qo'ydiganligi qarorlashgan chaqda ular Bunyaminga his-tashlik qilishga va mehribonlik ko'rsatishga boshlab, ey Ali janob zot, uningdan ayrilolmaydigan bir qeri otasi bor. U bu balasini intayin yaxshi ko'rdi va bu balasi orqali yo'qab ketgan balasi uchun o'ziga tasalli topadi dedi. Uning o'rniga bizning birimizni elib qolgan, ya'ni uning o'rniga boshqa birimizni almashtirib yaningda elib qolgan. Biz seni haqiqatan yaxshilik qilguvchilardan hisoblaymiz dedi. Ya'ni sizlarni odil, insofli va yaxshi ishni qilib, yaxshi ishni qabul qiladigan kishilar deb qaraymiz. Yusuf: Allah saqlasin. Narsimizni kimning yukidan topgan bo'lsak, shuni elib qolamiz. Sizlarmi shundoq dedinglar va buni e'tirof qildinglar. Bo'lmasa, ya'ni biz gunohsiz odamni gunohkor odamning o'rniga elib qolsak, biz cho'qim zolimlardan bo'lib qolamiz dedi. Ular Bunyaminning o'rniga o'z orasidan birisini elib qilishga Yusufning ma'qul bo'lishidan umidsizlangandan keyin chatrak yerga berib maxfiy maslahatlashdi. Ularning cho'ngi aytdi: Atanglarning sizlardan qasam qildirib va'da olganligini va ilgari Yusuf to'g'risidagi xatoliginglarni bilmamsizlar? Atam bana ruxsat qilmag'icha yoki Allah men uchun hukm chiqarmag'icha bu yerdan hargiz ayrilmayman. Allah eng adil hukm qilg'uchidir. Sizlar qaytib ketib atanglar bilan ko'rishinglar. Ondan aytinglarki, ey otamiz, sening o'g'ling rostli o'g'irlik qildi. Biz faqat bilgan narsamiz ustida guvohlik beryapmiz. Biz g'aybni bilmaymiz. Yani sana va'da bergan chig'imizda uning o'g'irlik qiladiganligini bilmadik. Biz turgan shahardan, yani Misrdan va biz bilan birga mang'an karvondan so'rab baqqan. Bizning so'zimiz cho'qim rost. Qarindoshlarning o'zaro maslahat qilishi va ularning cho'ngining maslahati. Allah Taala Yusufning qarindoshlarining Bunyaminni uning otasi qaytirib kelishiga bergan va'dasi bo'yicha qaytirib ketishi uchun amalsiz qolgan va uni qutuldirishdan umidsizlangan chaqda holidan xabar berdi. Holidan xabar qildi. Umidsizlangan chaqdagi holidan xabar qildi. Ular Bunyaminni o'zlari bilan birga elib ketishga chorasiz qolganda chatrak yerga berib maxfiy maslahatlashdi. Ya'ni ular kishilardan ayrilib o'zaro maxfiy fikrlashdi. Ularning cho'ngi aytdi: Uning ismi Robil edi. Ba'zilar uning ismi Yahuzaid deydi. U o'z vaqtida ular Yusuf alayhissalomni o'ltirmoqchi bo'lganda ularga uni quduqqa tashlab etish maslahatini bergani edi. U ularga mundaq dedi: Atanglarning sizlardan qasam qildirib Bunyaminni cho'qim qaytirib kelishga va'da olganligini va ilgari Yusuf to'g'risidagi xatoliginglarni bilmamsizlar? Sizlar ilgari Yusufni otasining ko'zidan yo'qotdinglar. Bu qitim
o'zinglarning qandoq bo'ladiganligini sizlar obdan bilasizlar. Atam menga ruxsat qilmoqcha, ya'ni atam mening qishimga rozi bo'lmoqcha, atam mening qaytishimga rozi bo'lmoqcha yoki Alloh men uchun hukm chiqarmoqcha, ya'ni men qilish bilan o'ltirilmoqcha yoki qarindishim Bunyaminni qutqizish imkoniyatiga ega bo'lmoqcha bu yerdan, ya'ni bu shahardan hargiz ayrılmayman. Allah en adil hüküm qiluvchidir. Andın Robil ularni özleri üçün atasının aldıda özleri qo'yishi, özlerini aqlashi. Biz g'aybni bilmaymiz deb yüz bergen ishlardan ada juda bo'lishi uchun yüz bergen ishlarni atasiga aynan yetkazishga buyurdi. Biz g'aybni bilmaymiz, ya'ni sana va'da bergen cheg'imizda uning o'g'irlik qiladiganligini bilmadik. Qatada ve Ekrime bu ayet hakkında mundaq deydi. Biz senin oğlunun o'g'irlik qiladiganligini bilmaydik. Abdurrahman ibn Zeyd mundaq deydi. Onun bizden yoshurun bir narsa o'g'irlaganligini biz bilmadik. Biz faqat o'g'rining jazosi nima deb so'raldik. Biz turgan shahardan, ya'ni Misrdan ve biz bilan birga mangan karvondan so'rab baqqan. Ya'ni ulardan bizning rost so'zlaganligimiz, ishonchli ekanligimiz, Bunyaminni qo'g'diganligimiz va himoya qilganligimiz haqida so'rab baqqan. Bizning so'zimiz cho'qim rost. Bunyaminning o'g'irlik qilganligi uchun ularning uni elib qolganligi haqidagi biz sana aytgan so'zlarning hammasi rostdir. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Yusuf surasi tafsiridan 82. ayetgacha angladinglar. Axirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.